Kasallik bilan kasallanganiga 1 yil bo'ldi bilganimizga. Dildoraxon ikkinchi farzandi. Ikkinchi farzandi. Yotmasa bo'lmaydi, tezda yotish kerak, ximiya olish kerak dedi. Isitma kirib, ko'ngil aynib, uncha ovqat yemay qo'ydi. Qo'l bilan tekkanda sezilarli darajada bez bormidi? Ko'krakda tagida ishiq bor edi. Xo'p. Ishiq qovurg'ada pastga doğru ishib tushdi-da. Qovurg'ada. Demak, qo'ltiq tagida yong'oqdek bez paydo bo'ldi. U ham maydalandi, mayda-mayda, manaqa kichkina bo'lib maydalanib ketdi. O'g'lim aytdiki, "Mana shunaqa Halila degan dori bor ekan, ichasizmi?" Dodi lekin mayli dedi. Farzandingiz shu kasallikni charilib qolgan eshitganingizda ichingizdan birinchi kun nima o'tdi ona? Endi uni aytib bera olmaysiz ekan-da. Hamma yo'q o'tar ekan, yaxshilik ham o'tar ekan, yomonlik ham o'tar ekan. Ha, men o'zim bilyapman, qaytyapti. Dodi Alloh shifo bergan, rost bo'lsin dedim. Bir oy to'liq ichishni Bir bo'lmasdan oy to'liq ichmadik, shunchalik shifo berdi Alloh. Alloh xayrli qilsin. Assalomu alaykum Reformuz kanalining obunachilari va internet foydalanuvchilari. Biz boshladik. G'azodagi qirg'inlarga javoban Yaman qurolli kuchlari ma'lum qilishicha Ben Gurion aeroportiga 2 ta ballistik raketa bilan zarba berildi. Ularning biri ultra tezkor raketa bo'lgan. Ular aytishicha amaliyot muvaffaqiyatli o'tgan. Shuningdek, Yaffa turidagi uchuvchisiz dron bilan yana bir zarba amalga oshirilgan. Hamas harakati bayonoti. Fuqarolar yashaydigan chodirlarni nishonga olib, ulardagi begunoh insonlar bilan birga yoqib yuborish qonxo'r Netanyahu hukumatining yangi vahshiy hujumidir. AQSh ma'muriyati bosqinchi terroristik hukumatga siyosiy va harbiy yordam ko'rsatish orqali G'azoda sodir etilayotgan hujumlar uchun to'g'ridan-to'g'ri mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan. Islom mamlakatlarini o'z mas'uliyatlarini zimmasiga olishga va bu vahshiylikka zudlik bilan aralashuvga chaqiramiz. Ko'z o'ngimizda Falastinda qon oqmoqda. Ispaniya bosh vaziri Pedro Sanchez shanba kuni Isroilga G'azodagi qirg'inni to'xtatish uchun bosim o'tkazishga chaqirdi va Madrid xalqaro sudni Isroilning urush usullari haqida qaror chiqarishga chaqiruvchi BMT rezolyutsiyasini qabul qilishni rejalashtirayotganini aytdi. Ispaniya bu vahshiylikka barham berish uchun hamma narsani qiladi. Ispaniya va Falastin BMT bosh assambleyasida yangi rezolyutsiya loyihasini ilgari surmoqda. Biz Isroildan G'azoning gumanitar blokadasini to'xtatishni va insonparvarlik yordamiga to'liq va to'siqsiz kirishni ta'minlashni talab qilamiz, dedi Ispaniya bosh vaziri. Sanchez Bag'dodda bo'lib o'tgan Arab Ligasi sammitida dunyo yetakchilari G'azodagi qirg'inni to'xtatish uchun Isroilga bosimni kuchaytirishi kerak, ayniqsa xalqaro huquq bizga berilgan kanallar orqali, dedi. Falastin ko'z o'ngimizda, qon oqmoqda, dedi Sanchez BMT bosh assambleyasiga 2 ta taklif taqdim etishga va'da berdi. Xalqaro sudning Isroil bosib olingan hududlardagi majburiyatlarga rioya qilyaptimi yoki yo'qligi haqidagi qarori va Isroilning G'azodagi xalqaro javobgarligi haqidagi qaror. Chorshanba kuni ertalab Ispaniya bosh vaziri Pedro Sanchez Isroilni birinchi marta genotsid davlati deb atadi. Putin maxsus operatsiyaning asl maqsadini ochiqladi. Maxsus harbiy operatsiya natijasi uzoq muddatli tinchlik va Ukrainadagi rus tilida so'zlashuvchilarning himoyasi bo'lishi kerak, dedi Vladimir Putin. Rossiya prezidenti bu haqda Rossiya bir jurnalisti Pavel Zarubinga bergan intervyusida ta'kidladi. Putinning qayd etishicha, Rossiya maxsus harbiy operatsiyani kerakli natija bilan yakunlash uchun yetarli kuchga ega. Bu inqirozni keltirib chiqargan sabablarni bartaraf etish, uzoq muddatli barqaror tinchlik uchun sharoit yaratish va Rossiya davlati xavfsizligini ta'minlash, dedi Putin. Pokiston Xitoydan qiruvchi samolyot oladi. Samolyot NATO standartlariga to'la javob beradi. Pokiston ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, mamlakat harbiy havo kuchlari yaqin kunlarda Xitoy ishlab chiqargan eng so'nggi avlod J-35 qiruvchi samolyotini qabul qilib oladi. Ushbu qiruvchi ko'p funksiyali bo'lib, zamonaviy radar tizimlari va yashirin harakatlanish texnologiyasi bilan jihozlangan. J-35 NATO standartlariga javob bera oladigan qudratli harbiy texnika hisoblanadi. Bu xarid Pokiston harbiy salohiyatini oshirishga qaratilgan navbatdagi strategik qadamlardan biri bo'lib, mintaqadagi kuchlar muvozanatiga ham ta'sir ko'rsatishi mumkin. Germaniya armiyasi Yevropadagi eng kuchli armiyaga aylanadi. Friedrich Merz kuchli armiya va'da qildi. Germaniya kansleri Friedrich Merz o'zining Bundestagdagi inauguratsiya nutqida mamlakat qurolli kuchlarini Yevropadagi eng kuchli armiyaga aylantirishni hukumatning asosiy maqsadlaridan biri sifatida e'lon qildi. U Bundeswehrning harbiy salohiyatini oshirish uchun zarur barcha moliyaviy va siyosiy vositalar safarbar etilishini va'da qildi.
Isroil Hamas yetakchisi Muhammad Sinvarni ham o'ldirdi. Ommaviy axborot vositalari G'azo janubidagi tunneldan Hamas yetakchisi Muhammad Sinvarning jasadi topildi. Bu haqda Al Arabiya xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, G'azo sektorining janubiy qismidagi Xon Yunus shahrida joylashgan tunneldan Hamas harakati yetakchilaridan biri Muhammad Sinvarning jasadi topilgan. U Isroil harbiy havo kuchlarining aviazarbasi oqibatida bir necha kun oldin halok bo'lgan. Muhammad Sinvarning jasadi Xon Yunusdagi Yevropa shifoxonasi yaqinidagi hududda topilgan. U bilan birga uning 10 nafar yordamchisining jasadi ham aniqlangan. Isroil armiyasi 13-may kuni mazkur shifoxona hududiga aviazarba bergan edi. Isroil mudofaa kuchlari bayonotida aytilishicha, shifoxona ostida Hamasning qo'mondonlik punkti joylashgan bo'lgan. Hozircha Isroil rasmiylari Muhammad Sinvarning o'limini rasmiy tasdiqlamagan, biroq Isroil mudofaa vaziri Israel Katz parlamentdagi tashqi siyosat va mudofaa qo'mitasiga qilgan bayonotida Muhammad Sinvar katta ehtimol bilan o'lgan bo'lishi mumkinligini aytgan. Hali rasmiy tasdiq yo'q, ammo barcha belgilar shuni ko'rsatmoqda, u yo'q qilingan degan u. Ma'lumot uchun, Muhammad Sinvar Hamasning sobiq siyosiy rahbari Yahyo Sinvarning ukasi edi. Yahyo Sinvar 2024-yil oktyabr oyida G'azoda o'ldirilgan. U avvalroq 2024-yil avgustda Hamas siyosiy byurosi rahbari etib tayinlangan edi. Undan oldingi rahbar Ismoil Xoniya esa Tehronda o'ldirilgan. Muhammad Sinvar ham akasi singari Hamas saflariga yoshligida qo'shilgan va Isroil maxsus xizmatlari tomonidan bir necha marotaba nishonga olingan, ammo avvalgi urinishlar samarasiz bo'lgan edi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning yanvar oyida Falastinning Hamas harakatining harbiy qanoti Iziddin al-Qassam brigadasi rahbari Muhammad Sinvar Hamasning G'azo sektoridagi yangi yetakchisiga aylangan edi. U akasi vafot etgandan keyin rasman rahbarlik qila boshlagan. Video ostida o'z fikringizni qoldiring, haqorat qilmang. Reforma o'z voqealar rivojini yoritishda davom etadi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.